84 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "İza gadiba ahadukum falyeskut." Agar biringlarga g'azab kelib qolsa, sukut saqlasin. Ya'ni jim turib, og'ziga mahkam bo'lsin. Agar bayqisaq, har bir ko'ngilni og'ritadigan shtik so'zlar g'azab vaqtida chiqadi. Başqa hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Leysa şedidu bis-sur'a, innama şedidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab." Haqiqiy kuch-quvvat kurashda emasdir. Haqiqiy kuch-quvvatning egisi g'azab kelganda o'zining nafsini mahkam tutib olgan odamdir.